Tutadg'u bilik. Qandaq narsa qadrsiz bo'lsa, yerda yotadi. Tovar durdun qimmatlik bo'lg'achqa to'rda turadi. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek eg'ir ishdir. Yomonlik tövanga tushishdek erishmak osondir. Qara, aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki, aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi. Bu ishni qilaman debmi hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qanday narsani bejirish eg'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Aytoldining alayki savoli. Aytoldi aytdi: Ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan. Uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi? Farosatliklar uni uqqandu, nima ekanligini bilamdi. Aligning aytoldiga javobi. Alik aytdi: Yaxshilik doim maqtaladi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi. Kishilarga doim yaqinlik qilg'uchi armo, agar yomonlar bo'lmasa, yaxshi ish qilolmaydi. Yomonlar xo'rlanganligi va kamsitilganligi uchun yaxshilarga kun bermaydi, yaratmay yuradi. Kim yaxshilikni xolasa, yaxshilik qiladi. Xo'rlash va kamsitilishga pisand qilmaydi. Kimiki bugungi shodlikni tilasa, u yomonlik qiladi, keyin qayg'uradi. Yaxshilik tiligi uchun nima deydi? Angla. Doim yaxshilik qil. Yaxshilikni o'zingga hamroh qil. Yaxshilikning bugun sana hech ziyni yo'qdir. Bugun ishonginki, keyin uning foydasi bo'ladi. Yomonlik bugun foydaliqdek ko'rinsimi, u ati ziyon keltiradi. Buni farosat bilan uqqin. Yaxshilik o'ng bo'lsa, yomonlik so'ldir. So'lingda davzax, o'ng tarafingda jannat bor. Yomonlar bugun qanchalik huzurlansimi, atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi. Yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimi, ata u yerda o'kinmaydi. Ishi o'ngishliq bo'ladi. Ey aytoldi, sen buni haqiqat deb bilginki, yaxshi nom bilan o'lsam, o'kinchsiz bo'laman. Odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan. Odil kishining tili so'zlarga asos soladi. Boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa, ey yaxshi, men seni orzu qilib tilayman. Ey yaxshi, aytqinchu, sana kim to'yidi? Qani berika, men sana to'ymadim, tex oshman. Yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsa-mu, men shu yaxshi kishiga hamroh bo'lishga roziman. Baglik menga yomonlik bilan keladigan bo'lsa, bundoq baglik kerak emas. Uni sana berdim. Kishining tabiati yomondir. Buni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Halovati nihoyat qisqa, o'kinchi uzun. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytgan. Uni uqsang ma'nosi echiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Qara, qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi. Atangan yomonlar oxir qattiq pushaymon qiladi. Yomonlik qilsa, yomonlikning javobi o'kinch bo'ladi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, yomonga o'sh ol. Yomon kishilarni qandoqmi maqtay? Nimishqimi yomon ishni arzu qilay? Askilik, paskashlik, johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir, ey ulug' kishi. Balo, azob, mushaqqat va o'kinchlik ko'z yoshi yomonlik uchun berilgan javob, ey yigit. Qara, bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay, bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay. Sexilik, odamgarchilik, manfaat va yaxshilik aniqki
yaxshi kishilardan keladi. Yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzalidir. Yaxshi ish ishlarning eng afzalidir. Do'sting yaxshi bo'lsa, nima xohlasan qila olaysan. Yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak. Huzur, halovat, arzu, ne'mat, g'urur va xushal-xuramlik yaxshilikning javobi bo'ladi. Ali aytdi, aytoldi. Bu so'zlarni uqqin, so'ragan savolingga shundoq javob berdim. Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi: "Ey muqaddas baxt, ey yaxshi qonun, dunyoning hokimi bo'lding. Ömrün uzun bo'lsin. Halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin. Bagliking va saltanating buzilmasin. Shod-xuram kulib rohatda yasha. Ulug'liq bilan ko'p allarga hokim bo'l. Baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin. Orzularing quramas eqindak eqib tursin. Davlat qeyrimas xizmatchidek doim ishkingda tursin. Barliq xushalliqning hammasi sangla kelsin. Düşmanlar qayg'u bilan zaiflashib o'lsin. Sen har kimning xizmat qilishiga arzisan. Arzigan kishiga xizmat qilsa, baxt eshik ochadi. Xizmat ko'rsatgan va xizmati bilan orzu tilikiga erishgan kishi nima deydi? Angla. Xizmat qilma. Agar qilsang arziganga qil. Layoqatlik bag xizmatkorining haqqini biladi. Xizmat qilma. Agar qilsang sexiyning xizmatini qil. Bilginki, sexiyning uyi oltin, ishki ko'mishdir. Ey xizmat qilg'uchi, xasisga xizmat qilma. Bo'lmasa umring zoyi ketadi, o'zing yomon bo'lasan. Xasis o'z narsasini o'zidan ayaydi. Aytqinchu, qandoqmi boshqaning haqqini beradi? Aytoldi so'zini tugatdi, turib tashqariga chiqdi. Shodliq cho'mib o'z uyiga yo'l oldi. Shundan boshlab tavranmay xizmat qildi. Kechisi ko'zatib turdi, kunduzi aram olmadi. Haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Shu xilda yana bir qancha zaman o'tdi. Aytoldi o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi. On to'qqizinchi. Aytoldi Aliga tilning fazilatlarini, so'zning foydasini aytdi. Ali bir kuni Aytoldini chaqirdi. O'rin berdi va o'ltir deb emladi. Aytoldi adab bilan asta o'ltirdi. Ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi. Alining Aytoldiga savoli. Ali dedi: "Ey Aytoldi, so'zingni so'zla. Nimishqa shuktursan? Nim bo'lding?" Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi dedi: "Ey baglar begi, qul o'z begining yuzini ko'sa, ahlini yo'qotadi. Ali buyurmasdan qandoq so'zlay, so'ramasdan avval qandoq o'tinay? Bilimlikning so'zini angla, bo'yin to'lg'ima. So'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Kim birini lozim tepib xolab chaqirsa, u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi. Yana bilginki, bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmoqdir. Qizil til umringni qisqartadi. Esallik tilasang, uni qattiq bog'la. O'zini tutgan, o'zini besib,
Esen aman yaşagan kişi nime deydi? Anla. Qarabaşning yig'isi qizil tildir. U netçileken başlarını yigen yanımı yaydı. Beşingning amallıqını tilesan, tilingga ihtiyat bol. Tiling har kuni beshingga xavf yetkazadi. Aligning oyt olduğu cevabı. Alig aytdi, sözüngni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. Bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim. Bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak. Bilimlikning so'zi go'yo yerga suvdekdir. Suv oqqan yerdan ne'mat unudu. Bilimlik kishining so'zi tugamaydi. Iqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi. Olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi. Qayaga oyoq bassa, shu yerdan suv chiqib turadi. Bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi. Daryo kirsimi tolmaydi. O't çöp ünmeydi. Aytoldining aleyki cevabı. Aytoldi yana shundoq dedi. Aleyk uqudu. Agar tilning ziyni tegsa, tiriklik tugaydi. İnsan tirikkan qandoq so'zlamasin? Kishi kerakli so'zni so'zlaydi, yoshirmaydi. Kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak. So'ramasa so'zni chin saqlash lozim. Ey Ali, agar yaxshi bilsang, so'ramoqliq erkakdir. Uning javobi bo'lsa, tishiga o'xshashdir. Ayolning bir erkak eri bo'ladi. Tug'ilsa, uningdan 2 o'g'il tug'iladi. Aligning aytoldig'i savoli. Alig dedi: "Tushundim. Barcha so'zing haq. Yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor. Tilning ziynini so'zladim. Bunu anladım. Onun paydası var mı? Doğrusunu aytib be. Agar tilning ziynidan qo'rqsang, barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi. Aytoldining alayki javobi. Aytoldi aytdi. Agar bu til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyat ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. Danalar bilimsiz kishini hayvan ataydı. Behuda, hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning qiliqidir. Qora boshni yeganmi behuda so'zdir. So'z o'rinsiz so'zlansa, ko'p ziyon keltiradi. Agar so'zni joyida so'zlashni bilsa, foydasi bo'ladi. Bilginki, avomning qorni to'ysa, o'kizdek yotadi. Behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi. Yep, toyup yatqanlar hayvandır. Bu hayvan degenim onun qiliqiga qaratilgan. Bilimli kishilar vujudini upurtudu. Bilim bilan shodlanib, jinini yashnatadi. Vujudning nesibasi bo'g'izdan kiradi. Ruhning nesibasi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi. Qara. Bilimning belgisi 2 narsadir. Bu 2 narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Buning biri til, yana biri bo'g'izdir. Bu ikkisini boshqara olsa, daryodek foydasi tegadi. Bilimlik, bo'g'iz va tilga hokim bo'lishi lozim. Bo'g'iz bilan tilni kuzatgan bilimliklar bakka ehtiyojlidir. Aligning aytoldig'i savoli. Alig aytdi: "So'zlaringni uqdim, ayon bo'ldi. So'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi? So'z nereden chiqadi va nega boradi? Ey bilimdan, bunimi menga aytib be. Qanchalik so'zlash va qanchalik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi?" Aytoldining alayki javobi. Aytoldi dedi: "So'zning o'rni sirdir. Söz sonu 10 bo'lsa, so'zlanadiğini 1 bo'lishi kerak. Birini so'zlab 9'uni tiyg'uluq.
Chunki tiyiladigan söz asli badbo'y bo'ladi. Aligining oyit oldiğı suali. Ali yana dedi. Sözning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik? Menga ochiq aytib ber. Oyit oldining Aliga javobi. Oyit oldi dedi. Sözning foydasi ulug'dir. Söz joyida qo'llanilsa, qo'lni yuksaltiradi. Bilginki, sözning foydasi tufaylidan bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi, to'rdi bo'ladi. Agar til joyida so'zlashni bilmasa, yeshil ko'kdagi kishini yerga tushiradi. Aligining oyit oldiğı suali. Yana aytdi. Sözning qanchiligi ko'p va qanchiligi oz bo'ladi? Menga ochiq aytib ber. Oyit oldining Aliga javobi. Oyit oldi dedi. Köp söz degan shuki, so'ramaganni so'zlab ko'ngilga tegish. Oz söz so'ralganga berilgan javob. Sözga yarasha qaytirilgan so'zdir. Tilni söz bilan bezab, uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundaq degan. Sözni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin. So'ragandila so'zla va tez tugat. Sözni ko'p angla, lekin nurg'un so'zlama. Bilim bilen söz tüz, paraset bilen sözle. Ali'nin ait olduğu suali. Ali aytdi. Bu sözlerimi düşendim. Yeni bir sualım var, yoşurmay aytdi. Çin sözünü kimden anlaş gerek? Sözünü kimge aytiş gerek? Bunu aytib be. Ait olduğunun Ali'ga cevabı. Ait oldu dedi. Sözünü danadan anlap, keyin bilimsizge aytish kerak. Kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim. Ondan kichiklarga aytish kerakki, ular o'zini tutib olsin. So'zni ko'p anglag'uliq, bira-bira so'zligilik. Bilimlik dona menga shundoq degan. Ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lolmaydi. Olim ko'p anglab, to'rning beshiga erishadi. İnsan kekash bo'lsa-mu bilim ola oladi. Amma gaz bo'lsa, bilimga qo'li yetmaydi. Ali'ning oyit oldiğı suali. Ali yana aytdi. Bu söz tushunishlik bo'ldi. Yana bir sualim bor. Uningga javob ber. Tilni shuk tutish kerakmi yoki so'zlashmi? So'zni ochgan yaxshimi yoki yoshirishmi? Oyit oldining Aliga javobi. Oyit oldi dedi. Ali anglasunki, til bilan so'zlanmasa, bilim shu pet qiliveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. Maqtiladigan yerlarimi ko'p. So'zningmi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari bor. Sansizligan jonliq mavjudotning hammasi Tangrining birligiga til bilan guvohlik beradi. Tangri tuman minglarcha xaloyiqni yaratdi. Ular Tangrini faqat tili bilan maqtaydi. Vücudu baliki kişi üçün gerek narsa, biri til bilen söz, yana biri köngül. Köngül ve tilni doğru söz üçün yaratgan. Sözü egri boğalla ot köyüşki mecburlanıdı. Doğru sözünü sözlese paydası köptür. Eğer egri sözlese daim söküşkü uçraydı. Doğru sözlemekçi bolsan tilin tavrısın. Sözün egri bolsa undaq sözünü yoşurgun. Sözlemegen adamni kishilar kekash deyishidi. Ko'p so'zlasa, nomi valoh takkurlarning beshi bo'ladi. Kishilarning qadrsizi valoh takkurlardir. Kishilarning qadrliki sehi kishidir. Bu so'zlarni anglab, Ali shotlandi. Ko'zlarini ko'kka tikib, qo'lini ko'tardi. Xudoga shukr qilib, ko'p madhiya o'qidi. Dedi. Ey egam, mehribon ham azizsan. Sendan menga ko'p yaxshilik keldi. Men sening itoatsiz gunohkor qulingman. Tilikimni berding. Barcha orzularimga yetkizding. Rohat, mol dunyo, davlat va ko'p yaxshiliklar ato qilding. Buning shukrini qandoqmi o'talayman? Oliy janob, buning shukrisini o'zingni ado etgaysan.
Ali sözünü tüketti. Xaznisini açtı. Kambag'allar haqqi uchun nurg'un mol tarqatdi. Ali bu oyit oldini qadrladi. Qo'li bilan ihson bersa, tili bilan maqtadi. Uningga vazirlik unvon berib, tamg'a tutqizdi. To'q dumboq bilan savutnimi berdi. Bütün memlekette uning qo'lini uzun qildi. Düşmanlar bo'yin egib, u yerdan yo'qoldi. Oyit oldi, bütün ishlarni boshqardi. Erishgan zamonidan g'urur bilan shodlandi. Xalqi beyidi, mamlakat tartibga tushdi. Xalqi Ali uchun duo qildi. Xalq nijot topdi. Jafo mushaqqatdan qutuldi. Qo'zi bilan bo'ri billi yuradigan bo'ldi. El ro'naq topdi, qonun tuzildi. Alining davlati kundan kunga ziyoda bo'ldi. Bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi. Xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi. Mamlakatda yangi shahar, kentlar ko'paydi. Alining xaznasi oltin, kumush bilan to'ldi. Ali dili shodlanib huzurlandi. Nomi va shuhrati dunyoga yayildi. Yigirminci. Baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi. Oy to'ldi, orzu tilaklariga to'liq erishdi. O'tkinchi baxt qerib, orqa yo'likini yiqitdi. Yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan. Ne'mat tugal bo'lsa, kishi nasibasiga erishalamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab, ne'mat tugal bo'lganda ömürmü tugaydi deydi. Bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'zi bilimsizga ko'zdir. Töven tushgan ko'tariladi, ko'tarilgan mo töven tushidi. Yo'rig'an o'chidi, mangan to'xtaydi. Har qanday ish o'z kamolatini kutadi. Kamolatga yetgandan keyin yana tövenge yanadi. Oy to'ldi, tilikiga tugal erishdi. Tiriklikni tugatdi, mol mulki qoldi. To'lg'an eyi yana kichiklashga boshladi. Nurliq yozi qahriton qishqi yondi. Bir-biriga mos mizojlar o'zaro zidlashdi. Biri kuchayib, uchini besib tushdi. Mizoji aynidi, tamoqi tetiqsiz bo'ldi. Ruhi eg'irlashdi, kesal uni qattiq tutdi. Mizojlari buzildi. Kuchi kemaydi. Tolchiviqdek tuz qomati töven pükildi. Egri kesal kelib, uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviblar to'plandi, tomirini tutdi. Buning nima kesal ekanligini aytib berishdi. Ba'zilar endi uni qon tutibdi, qon tomirini echib qon eqitish kerak deyishdi. Ba'zilar surgi ishkuzish kerak, ichi qetibdi, uni bo'shtish kerak deyishdi. Ba'zilar julab qo'shib so'g'uqlik qildi. Ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi. Hech davo doğru qanmadi, hammani qildi. Nima ravo bo'lsa shuni berdi. Foyda qilmadi. Kesili kundan kunga ig'irlashdi. Kunsiri kuchi xo'ridi, aqli ojizladi. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarning sarxilidir. Mayli mumyo qot, mayli tiryoq ishlat, mayli matridos bilan churni so'qib ba,
mayli tevib chaqir yoki qom keltir, o'limga yuzlanguvchiga hargiz davo foyda bermaydi. Ey tirik yurguchi, g'ofil bo'lma. Tirik ekansan, oxiri senmi o'lasan. Ali Oytoldining ahvolidan xabar topdi. Ölümning xabarchisi kesal uningga qo'l uzatgan edi. Ali Oytoldining holini so'rab keldi. Ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi. Alining Oytoldiga savoli. Ali so'radi. Hozir ko'ngling qandoq? Nima kesal bu? Uyqun qandoq? Oytoldining Aliga javobi. Oytoldi dedi. Ey davlatman Ali. Meni shundoq bir kesal tutdiki, uning davosi yo'q. Eyim to'lin edi. To'linliqi kemaydi. Tabiitim alohida edi. Endi bu esillik ketdi. Tuqqan kunim shodlik bilan chiqatdi. Endi kunim petish oldida turadi. Tunlarim yo'rimaydi. Shodlik g'ururim bo'lgan tiriklik o'zini ib qochdi. Turaqsız dünya mendin yüzünü öğredi. Şadlık, arzu, nimetler arkamda kelivatıdı. Kaygı, elem, muşakkat bana qarab kelivatıdı. Bana bugün men senden ayrılaman. Puşayman ve elem bilen ingrab ketivatıman. Xalqni boshlig'uvchi kishilarning eng yaxshisi dono elbegi nima deydi? Angla. Bu davlat kelib o'z maylicha yugurab yana ketib qolmasa qanchalik yaxshi bo'lar edi.